Toshkent shahri mamlakatimiz O'zbekiston Respublikasining poytaxti. Toshkent shahrining yer maydoni 328 kvadrat kilometr, aholisi 2.393.000 kishidan ortiq. Chirchiq daryosidan suv oladigan Bo'zsuv, Salor, Anhor, Qorasuv, Bo'rijar, Oqtepa, Qoraqamish va boshqa kanallar shahardan oqib o'tadi. Aholini yer yuzining turli xil o'simliklari bilan tanishtirish maqsadida shaharda botanika bog'i tashkil etilgan. 64 gektar yer maydonini egallagan bog'da o'simliklarning 6000 dan ortiq turi va navlari o'stiriladi. Bu o'simliklarning ko'p turlari yer yuzining turli joylaridan keltirilgan. Botanika bog'iga kelgan bolalar o'simliklar dunyosini zavqlanib tomosha qiladilar. Ayniqsa bog'da parvarish qilinayotgan turli lolalar bolalarning ko'zini qamashtiradi. Mustaqillik davrida botanika bog'i yonidagi katta yer maydoni ajratilib, shu yerda Toshkent hayvonot bog'i qayta tashkil etildi. Hayvonot bog'ida 249 turdagi 3000 dan ortiq jonivorlar saqlanadi va parvarish qilinadi. Bu jonivorlar yer yuzining turli joylaridan keltirilgan. Hayvonot bog'idagi jonivorlarni bolalar qiziqib tomosha qiladilar. Shaharda 10 dan ortiq istirohat bog'lari mavjud. Istirohat bog'larida turli manzarali daraxtlar qad ko'tarib turadi. Bog'larda turli attraksion qurilmalar mavjud. Toshkentdagi istirohat bog'laridan eng kattasi Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy bog'idir. Xiyobon va ko'chalar yoqasidagi turli manzarali daraxtlar va gulzorlar poytaxtni yanada ko'kalamzorlashtirgan. Toshkent dunyodagi eng qadimiy shaharlardan biridir. Poytaxtda Temuriylar tarixiy davlat muzeyi, O'zbekiston tarixi davlat muzeyi va boshqa turli muzeylar, teatrlar, madaniyat markazlari bor. Toshkent O'zbekiston Respublikasining siyosiy ma'muriy markazi hamdir. Bu yerda mamlakatimiz prezidentining qarorgohi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, Vazirlar Mahkamasi, xorijiy davlatlarning elchixonalari joylashgan. Keyingi yillarda bunyodkorlik va ko'kalamzorlashtirish ishlari tufayli Toshkent dunyodagi eng hashamatli va go'zal shaharlar qatoriga qo'shildi. Toshkent viloyatining yer maydoni 15300 kvadrat kilometr, aholisi 2.794.000 kishidan ortiq. Viloyatda Chirchiq, Angren, Bekobod, Olmaliq, Yangiyo'l va boshqa shaharlar mavjud. Toshkent viloyatining sharqiy qismini Qorjantog', Ugom, Talas Olatog'i, Piskom, Chotqol, Qurama tog' tizmalari o'rab turadi. Bu tog'lar orasida ko'pdan ko'p qishloqlar joylashgan. Toshkent viloyatida yozda harorat +38 daraja atrofida, qishda -15 darajagacha sovuq bo'ladi. Sirdaryo, Chirchiq va Ohangaron kabi daryolar viloyatni suv bilan ta'minlaydi. Chirchiq daryosiga qurilgan Chorvoq suv omborining ahamiyati kattadir. Tabiatni muhofaza qilish uchun Chotqol davlat biosfera qo'riqxonasi tashkil etilgan. Qo'riqxona Chotqol tog' tizmasining g'arbiy qismida joylashgan. Qo'riqxona bu joylarning ekologik tizimini saqlab qolish maqsadida tashkil etilgan. Ugom va Chotqol tog' tizmalari oralig'idagi katta hududni Ugom-Chotqol milliy tabiat bog'i tashkil etadi. Bu joylarda bolalar va kattalar dam olishi uchun ko'plab dam olish joylari barpo etilgan. Toshkent viloyati hududida oltin, mis, qo'ng'ir ko'mir, marmar, granit, ohaktosh kabi konlar bor.